Assalomu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari. Vokzal yanından 3-chi etajdan 3 xonali katta kvadratda joylashgan uy olamonda yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, gumzo'r remont etilgan jihozi bilan, yana korobkani bahosida tayyorxonada remonti bilan jihozi bilan berilyapti. Remont ham oxirgi zamonaviy remont, narsalar ham gumzo'r, qimmat narsalar. Oddiy bir kichkina bir g'olisini o'zi 10 million so'm olingan. Hozir qo'limizdan kelgancha tushuntirib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana vokzalimiz oldi bizdan. Vokzalni yani ben tarafımızda Jaloliddin Manguberdi babamızın yangi majmuasına chiqib ketaverasizlar. Yo'lning üstünde transport muammosiz 19-yo'nalish yuradigan transportlar yuradi. Ham yeri udobniy, yaxshi joy, maktab, bog'cha, rus maktab, boshqa narsa hamma yeri udobniy. Hamma narsa bor yana tarafında. Restoranlar, gavhar, yana narsa, saltanatlar bor, hamma narsa bor yana tarafında. Qulayliklar zo'r. Yana beldada parkovочный месталар, детский площадкалар, suv, svet, gaz, suv, hamma sharoit bor. Eng glavnisi bizani yurtda bilasizlar, uyama qo'ng'ishal deydilar. Glavnisi qo'ng'ishlar. Sabab yaxshi qo'ng'ishlar yanında yashasang kelaveradi. Qo'ng'ishlar ham yaxshi ekan, tixiy joy dedilar, egalari bilan so'rashdik. Egalarini avvalan bir 3-4 uylarni sotib berganmiz. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha tushuntirib batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Keyin o'zlaringiz xizmatlarimizni taklif etib o'tamiz. Agarda sizlar ham xonadonlar sotsak bo'lsangiz, biz orqali arzon sotishingiz mumkin. Nima uchun? Bizda misol hozir yana 13 kanalimizda birovlarnikini yomonlamaymiz, birovlarnikini ham yaxshilamaymiz, yo boshqa hayosiyatimiz. Faqat o'zlarimiz haqqimizda so'raymiz. Bizning kanallarimiz orqali bir kun ichida 50 ming, 60 ming odam ko'rishi mumkin. Realni oluvchilar, realni sotuvchilar ko'radi bizning kanalni. Biza ya target degan narsalar yaqinmiz. Pul uchun ya odamlar ya reklama bersin deb. Bizda faqat shu haqiqiy odamlar ko'radi. Shu sababli uylarimiz tez sotiladi va tez olinadi. Hozir esa getdik xonadonimizni birinchidan ko'rsatib o'tamiz. Nezle xonadonimizga kirib keldik. 96 metr, 96,5 salkam, 96,5 metr kvadratda joylashgan dimzo'r. O'tirming ko'ringlar, o'zingiz xulosa chiqarasizlar. Gang, ishlarga e'tibor qilinglar. Ishlar sifatli ishlab qo'yilgan. Hozir akkuratni, qo'ng'ishlar zo'r, vahshiy tixiy joyda edilar. Hozir egalari bilan gaplashdik. Daha xolasa ko'chadan kirishim. Çöplü pol, kuxnya çöplü pol, sanuzul, yuvinish ham çöplü pol. Şu an taraflarimiz koridor çöplü pol. Xonalarda radiatorlar qo'yilgan. Laminat pollar, chiroyli laminat pollardan chiqarilgan. Hamida g'olingiz tayyor. Ko'chadan kirishimizda chiroyli zamonaviy prixojniy mebellar qo'yilgan. Hammasi absolutni toza. Ko'rib turibsizlar, yaxshi xillari, chiroyli xillaridan qo'yilgan. Yana xodovoy etaj, 3-etaj. Suv, svet, gaz muammosiz, naporni e'tibor qilinglar. Girajimizda rakamlar o'rnatilgan, aynalarni qo'yilgan, har bir elektrik sochuvchi avtomatlar qo'yilgan, chiroyli atachenta ko'rinishida oboylardan chiqarilgan. Yangi ishonib o'ting, planirovkasini ko'rsatib o'taman. Planirovkasi, kuxnyasi, zali, bu yerda 2 spalnyasi, yana o'tsak hojatxonasi alohida, yuvinishxonasi alohida joylashgan. G'ollarga e'tibor qiling, yaqinlashtirib ko'rsatib o'ting shularni. Chiroyli, zamonaviy ko'rinishdagi, akkurat chiroyli g'ollar tashalgan. Yangi shu zaldan boshlaymiz. Ishlar ham e'tibor qilinglar. Bu ya oddiy prostoy ishlar emas, yaxshi ishlar. Yana chetlar ham nalishliklari koronasinacha qo'yilgan. Yangi uyimizda 2 konditsioner bor. Uyda getadon 3 dona narsa bor. Televizor, kir mashin, холодильник. Birimiz ham laminat pol, 2 oynasi bor. Plus balkon ham bor xonada. 2 oynasi bor, 2 oynadan teyinda radiatorlar qo'yilgan. Pardasi tayyor holatida ko'rib turganlaringizdek. Mebelleri qo'yilgan, g'ollar tashalgan. Imandayna bu mebellar arzon mebellar emas. Buni biladi odamlar o'zlari biladi. Arzon mebellar emas, yaxshi qimmat mebellardan foydalanilgan. Endi bir dona televizor yetadi. Bu mebellaringiz qoladi. G'olalar, shu g'olini o'zi. Yanglar shuni kommentariyaga giring, hozir pauza bosinglardan kommentariyaga giringlar, necha so'mda bo'laysizlar. Men videoni hozir yozganlaringizdan keyin aytaman. Bahosi izla 10 million so'm. Shu g'olingiz, bir dona g'olini o'zi. 10 million so'm olingan. Mebellar e'tibor qilinglar. 12 kishilikmi, 13 kishilikmi? Mebellar qo'yilgan, hujjatlar tayyor. Naqd pul sotiladi, bahosi ham zo'r. Ondayna. Aldı sot shartnomasini. 96-27. Salkam 96,5. Perdalar qo'yilgan, konditsioner bor. Avvalgi LG ajoyib xilasi. Yaxshi yo'lan sovutadi. Devorlar atachenta ko'rinishida oboylardan chiqarilgan. Patolog qismi ham chiroyli tuzatilgan. Ko'rib turganlaringizdek, bahosini, gengangizning bahosini aytib o'taman. Necha so'mdan chiqdi? 7,5 milliondan tushibdi bu.
Ha? 7,5 milyon so'mdan tushdi. Beda minni yerdan korobkasini topib bermişdi o bax. 7,5 milyon so'mdan narsalari bilan, remonti bilan chiqdi. Qancha shuda korobkasini so'rayvering shu etajında. 7,5 milyon so'm polibomu. Ya bu remonti bilan, narsalari bilan 7,5 milyon. 7,5 milyon so'mdan metr kvadratı bahasıcha so'm bo'ladi. 720 milyon 720 milyon so'm narsalari bilan. Qiziqtiradi bo'lsa shashilinglar. Darrov kim sotib olsa hazratga yashaydi. Sababi men aytganimdek korobkani hozir olib turib, o'rnatib yashab o'lmaysizlar baribir. Keyin endi yanımız ham yana sanuzulimizni o'tarish tarafimizdan chiroyli g'allata choyimda sanuzulimiz. Şunu görün işte. Yanımızda yuvunuşxonasi ham, hojatxona ham, ayakchilar cho'p yo'q. Undan tashqari yana g'alchasinacha tashalgan ajoyib aytib. Ajoyib katta vannalar, kafedan chiqarilgan hammeri. Belam rakoynalar o'rnatilgan, napor kuchli aytgan. Endi sushilkalar necha qo'yilgan, eshiklari plastik ramlardan. Dim zo'r va вообще gap topib bo'ladigan uy emas. Yani yine aytganimdek, prihoj mebelleri e'tibor eting. Satib olib o'tiribsizlar, bu 3 milyon babu. Yanımız o'taverishimiz ham g'alchalar tashalgan, laminat pollar e'tibor qilinglar. Yaldirab chiroyli. Bu detskiy komnatamız. Mebeli, ajoyib mebeli qo'yilgan, qaladi, g'alis tashalgan, perdasi qo'yilgan, chiroyli, вообще dim qo'shilay bo'yda urilgan. Yan tarafimizda shkaf mebeli tiz tayyor уже. Расходsiz, doğru giras yashaysiz. Patolog qismi o'zgacha stilda, свеченикli görünüşte illüstralar qo'yilgan, ko'rib turganlaringizdek. Shuni görünüşte spalnimiz. Yanımızda kattalar ispaniyasi joylashgan, birimiz ham o'zgacha stil yine. Trimo mebellarni e'tibor qilinglar. Arzon mebel emas. Shkaf mebel ham bunda yine tayyor holatida. Yanınızda spalni mebelingiz, ko'rib turganingizdek, bu qismini ko'rsating. Chiroyli görünüşte mebellar, g'alalar shunday zo'r ekan, yumshaqqina. Tap toza akkuratli turibdi, yana durishini qarang buni. Neden chiroyli yumshaqqina aziz etib yurasiz. Keyin bu tarafında balkoni bor plus. Shuni görün işte. Keng indi, oxirgi yerimiz qoldi. Kuxnyamizni ko'rsatib o'tamiz. Neyse, bu tarafimizda kuxnyamiz. Kuxnyamiz ham ajab beshiklar qo'yilgan. Restoranimizda o'yin rasxoti yo'q. Еще gaz plitiz ham 5 milyon so'm dedilar, bilmay. Hozir shuni deb turgan dedilar. Gaz plitini o'zi 5 milyon so'm olgan. Vitishkalar qo'yilgan. Mebeli tayyor. Bir de холодильник ketadi, kir mashin ketadi. O'zingizga ikkib qo'yib beraversizlar. Uголок mebelingiz tayyor holatida keng. Ben o'tib ko'rsatib o'ting. Uголок mebel tayyor. Sotib olib o'tirmaysiz. Internetdan optika hammasi berib o'tgan. Oyoqimga issiqqina o'tdina, g'allarni, chiroylarini tashakkur qilib ko'rsatib o'ting. Zo'r. Tayyor xonadan girasiz, yashaysiz. Mebelni o'zini ham bir alohida to'xtatish katta ekan. Nashinnika çok qo'yilgan. Suv ichish qozoni qo'yilgan. Stabilizator qo'yilgan, suv filtrlari necha qo'yilgan, gaz o'chiruvchilari yana shu yerda joylashtirilgan. Ajoyib etib o'tilgan. Uyning issi, ya даже oynani ochib qo'yibman. Shuni ko'ring işte. Izle, ben o'ting, ben ko'rsating. Qiziqtiradigan bo'lsa, bahosini aytdik, 720 milyon so'm. Xayr gör desene 1 milyon 2 milyon qaytib berdilar. Ko'p qaytarilmaydi chunki yani aytganimni ko'p odam har xil narsa o'yladi, har xil narsa yozadi kommentariyada, tushunmaydi odamlar ular. Izle, so'mda 720 milyon bo'ladi, dollarda 60 ming dollar. Dollara beriladi. Iloji boricha dollar kelsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumot uchun ekranda telefon nomerlari ko'rsatilgan, bemalol telefonlashinglar, kelinglar ustida ozgina. Yani xayr görsini kelishib, sotib olsangizlar bo'ladi. Esa shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning kuzatganlar uchun katta rahmat deymiz. Keyingi videolarimizda izle. Görüşünce.